Rivoyat qilishlaricha, Qoraxoniylar sulolasidan bo'lgan Qizil Arslanxon o'z hukmdorligi davrida o'zidan shunday bir yodgorlik qoldirishni istabdiki, bu yodgorlik to qiyomat kunigacha Buxoro ahliga uni eslatib tursin. Jarchilar podshohi olamning bu istagini mag'rib va mashriqgacha yetkazibdilar. Turli mamlakatlardan dunyoning antiqa imoratini qurish istagida minglab ustalar tashrif buyurdilar. Arslanxon ko'p o'ylab shaharning markazida shunday bir minora qurdirishga ahd qilibdi. Minora-i Kalon 1127-yilda, ya'ni 12-asrda Qoraxoniylar sulolasi davrida qurilgan. Bu minora qurilmasdan oldin uning o'rnida avval yog'ochdan yasalgan minora mavjud bo'lgan. Usto Baqo Qizil Arslanxonning amri bilan ana shu yerda minora qurishni boshlab yuboradi. 10 metr chuqurlik qaziladi. 10 metr chuqurlik turli tog'i toshlardan olib kelingan toshlar bilan to'latiladi va Usto Baqo 2 yil, ayrim manbalarda 10 yilgacha deyilgan sirli ravishda g'oyib bo'ladi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng Usto Baqo o'zi bu yerda paydo bo'ladi. Hukmdor uning bunchalik uzoq muddat bu yerni tark etishini sababini so'ragan paytda, "Ey hukmdorim, men ana shu minoraning poydevorini qurishini kutgan edim. Ana shu minoraning poydevori qurib mustahkam bo'lmas ekan, u minora hech qachon bunchalik mustahkam bo'la olmaydi" deb javob beradi. Darhaqiqat, minoraning poydevori juda mustahkam bo'lib, yer sahnidan 10 metr chuqurdir. Yerdan yuqoridagi qismining balandligi esa 45 metr 60 santimetrni tashkil etadi. 10 burchakli poydevor ostidagi asosning diametri 9 metrga yaqin. Minoraning ichidan tana atrofida aylanma o'ralgan 105 zinapoya bilan karniz sharafa ko'rinishida terilgan g'ishtlarga tayanuvchi 16 ravoqli fatonda fonus maydonchasiga chiqish mumkin. Minoraning tepasi darchali gumbaz bilan tugagan. Gumbazning yuqori aylanasi muqarnas bilan bezatilgan. Gumbaz darichalarining ostidagi sirkor parchilni belbog'ida yozuvlar bo'lgan. Gumbazning zangori belbog'i 16-asrda ishlangan koshinlardan iborat. Frunze bombardimoni davrida afsuski Minora-i Kalonning tanasi ham shikast yetkazildi. Tanadagi bu dog'lar bizga o'sha mudhish kunlarni hali hanuz eslatib turadi. Minoraning eng asosiy vazifasi bu birinchi navbatda musulmonlarni namozga chorlash. Chunki 5 vaqt namoz, juma namozi va hayit namoz paytlarida aholini namozga chaqirish uchun maxsus ana shu minoradan foydalanilgan. Muazzinlar minora ustiga chiqib azon aytib aholini namozga chorlaganlar. Uning ikkinchi vazifasi ana shu dushmanning Buxoro shahriga yaqinlashib kelayotganligidan aholini xabardor etish. Chunki minoraning yuqori qismidan ana shu shahar tevaragidagi nimalar kechayotgan bo'lsa, kimlar shaharga yaqinlashayotgan bo'lsa, yaqqol ko'rinib turgan. Uning uchinchi vazifasi bu sayyohlar va uzoq o'lkalardan keladigan savdogarlar uchun maxsus mayoq bo'lib xizmat qilgan. Qorong'i tunlarda minoraning yuqori qismidagi gumbazda maxsus fonuslar, chiroqlar osib qo'yilgan va uzoq o'lkalardan kelayotgan sayohatchilar va savdogarlar ana shu minoraga qarab to'g'ri yo'lni olib kelganlar. Minoraning 4-vazifasi bu 18-19-asrlarda jinoyatchilarni, o'limga hukm qilingan jinoyatchilarni yuqoridan pastga tashlab yuborish edi. Eng oxirgi jinoyatchi 1884-yilda Buxoro amiri Said Muzaffar hukmi bilan minoraning tepasidan pastga tashlab yuborilgan ekan. 10 asr davomida o'z ko'rki va salobatini saqlab kelayotgan Buxoro minorasi o'sha davr arxitektura yodgorligiga xos bezaklari bilan ham kishini diqqatini tortadi. Minora ustunining tashqi yuzasida hashamdor g'ishtdan terilgan naqshinkor 14 ta halqa va yozuvlar bor. Naqshlar bir-birini takrorlamaydi. Ular qatorida jimjimador qilib terilgan g'ishtlar, 8 qirrali yulduzlar zanjiri, kufiy xatlar tushirilgan g'ishtli tasmalarni ko'rish mumkin. Bu inshootning mezanadan pastroq qismida uni qurgan usta me'mor Baqo
maqonomi koshinlar orasiga yashirincha yozilgan deyiladi. Minora mustahkamligining siri ustaning mahoratiga, ayrim qismlarning o'zaro munosabatini to'g'ri aniqlab chiqqani, pishiq ishlarni terish qoidalarini yaxshi bilgani, poydevor konstruksiyasini to'g'ri tanlay bilgani. Minoraning bunyodkori usta Baqo haqida yetarli ma'lumot afsuski bizgacha yetib kelmagan. Faqatgina xalq orasida uning "Men bu minorani shunday mustahkam qilib qurdimki, u to qiyomat kunigacha shikast ko'rmagay" degan so'zlari va "Men vafot etgach, meni shunday joyga ko'minglarki, mahshar kuni minora qabrim ustiga qulashi lozim" degan nasihati og'izdan og'izga ko'chib yuradi. Bir qarashda g'ayrioddiy eshitiladigan bu rivoyat qarangki, qaysidir ma'noda haqiqatga yaqin kelar ekan. Chunki Buxoro minorasining janubiy qismida minoradan unchalik uzoq bo'lmagan hovlilarning birida yakka qabr bor. Aytishlaricha, Buxoro xalqi minorai kalon bunyodkori usta Baqo vafot etgach, vasiyatiga ko'ra uni minor qulashi mumkin bo'lgan shu yerga qo'yishgan emish. Ana endi men otamdan eshitganman. Shuni qabri nimaga o'yga berishi otalardan, onalardan bu endi traditsiya kelganda shu bir-birovga shuni nima qilib. Ana biz ham shuni ishonamiz shunga. Shu ustalar, ustosi shu minorai kalonni qurdirgan shu usta Baqo. Minorasi. Qabrlari endi biz ham qarilardan eshitganmiz. Bizdan avvalda agar xohlasanglar, taqavusga kelinglar. Marhamat deb so'ra istiqshoy qabrni ko'rasizlar, bir ziyorat qilasizlar. Yaxshi bo'ladi. Juda ajoyib. Har bir afsona yoki rivoyat ostida haqiqat yotadi degan so'zlarni ko'p eshitganmiz. Buxoro minorasining siri va uning bunyodkori usta Baqo vasiyati balki shunchaki afsonadir. Balki siz u biz ko'rib turgan bu afsona ro'yo emasdir. Yo bo'lmasam, afsonalar haqiqatga aylanishi mumkinligiga ishoradir bu. Balki bu qudratli xalqning aql-u zakovati, mahorati va shu bilan bir paytda xokisor va kamtarligi nishonasidir.